Assalomu alaykum. Bugun biz yo'l belgilaridan 3-guruhga tegishli taqiqlovchi belgilarni o'rganib chiqamiz. Bilasiz, yo'l belgilari 7 ta guruhdan iborat. Buni oldingi darslarimizda ham eslatib o'tganman. Shu guruhlar ichida 3-chi turadigani bu taqiqlovchi belgilar. Taqiqlovchi belgilar asosan shakliga ko'ra aylana shakliga, ya'ni dumaloq shaklga ega, chetlari qizil, ichi oq bo'ladi asosan. Mana bu 4 ta belgidan tashqari. Mana bu 4 ta belgimiz to'xtash va to'xtab turishga oid belgi bo'lganligi sababli buni orqa foni ko'k fonga ega. Endi bu belgilar yo'lda nima uchun kerak? Masalan, siz mototsikl haydovchisiz. Harakatlanib boryapsiz, oldingizdagi chorrahada to'g'ridagi yo'lda mototsiklni aylana shaklga ega belgini ichida qo'yib qo'ydi. Bu degani chorrahaning bu qismiga mototsikl kirishi mumkin emas. Ha, aynan mototsikl kirishi mumkin emas. Agar siz avtomobil boshqarib boradigan bo'lsangiz, bu belgini umuman sizga aloqasi yo'q. Yoki bo'lmasa siz traktorda borayotgan bo'lsangiz ham bu belgini umuman sizga aloqasi yo'q. Demak, belgi ichida nima tasvirlangan bo'lsa, aynan shu narsa taqiqlanadi. Qanunda boshladik. Mana do'stlar, taqiqlovchi belgilar bo'yicha 55 ta test savoli bor. Ularni har birini hozir tushuntirib sharhlab o'taman. Harakatlanish mumkin bo'lgan yo'nalish qaysi rasmda ko'rsatilgan? Rasmdan ham ma'lum, bu yerda taqiqlovchi belgi ichida qayrilib olish turibdi. Demak, qayrilib olish taqiqlanadi. Bu qayrilib olyapti, bu ham qayrilib olyapti, bu to'g'ri qilyapti. Demak, javob qaysi biri mumkin deyaptimi? O'ngdagi rasm to'g'ri bo'ladi. Javob o'ngdagi rasmda. Qaysi belgi oyning juft sonli kunlarida to'xtab turishni taqiqlaydi? Mana, oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi belgisi. 5-chi mana juftligidan ham bilib olsa bo'ladi. Ikkita tayog'i bor, juft son. Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgani oddiy savol. Bu yerda velosipedchilarga harakatlanish taqiqlanadi belgisi turibdi. Bu velosiped emas-ku, bu oddiy yengil avtomobil. Bunga hech qanday cheklov yo'q bu yerda. Shuning uchun barcha yo'nalishlarda harakatlanish mumkin. Ushbu belgi amal qiladigan hududda avtobus haydovchisi quvib o'tishi mumkinmi? Ha, albatta quvib o'tishi mumkin. Nimagaki bu hech qanaqa avtobusga aloqador belgi emas bu. Bu yuk avtomobiliga quvib o'tishni taqiqlaydi. Ya'ni vazni 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillariga. Avtobus yuk avtomobili hisoblanmaydi. Shuning uchun mumkin, lekin quvib o'tish qoidalariga rioya qilib barcha hollarda mumkin. Agar yo'lda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladi. Aynan shu belgi bo'yicha ko'p savollar tushadi oldimizda. Bu belgi ta'sirida yuk avtomobillari, mana yuk mashinasi tasvirlangan, yuk avtomobillari tirkama bilan harakatlana olmaydi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, yengil avtomobil tirkama bilan harakatlana oladi. Yuk avtomobil tirkama bilan harakatlana olmaydi. Lekin undan tashqari bu belgida shatakka olish taqiqlanadi. Ya'ni transport vositalari bir-birini tortishi mumkin emas. Demak, ikki xil kommentariyasi mavjud. Yengil avtomobillarda tirkama bilan kirsa bo'ladi. Yuk mashinalarida tirkama bilan kirib bo'lmaydi. Keyingisi shatakka olib kirish ham mumkin emas. Javob: savol: agar bu yerda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, avtomobilni shatakka olish mumkinmi? Yo'q, taqiqlanadi. Endi o'ylashingiz mumkin, mana bu yerda yengil avtomobil tasvirlangan deb. Yo'q, aynan bu belgimiz o'zi quvib o'tishga oid ikkita belgi mavjud. Mana bittasi bu yuk avtomobillariga taqiqlaydi quvib o'tishni. Bu belgimiz hammaga taqiqlaydi. Ya'ni buni ayni bir turi yo'q. Masalan, yengil mashina quvib o'tmasin yoki mototsikl quvib o'tmasin degan joyi yo'q. Hammaga quvib o'tishni taqiqlaydi. Endi siz birinchi bunga ko'zingiz tushadi va hammasini bosasiz. Yo'q. Buni tagida yana qo'shimcha izohi bor. Masalan, quvib o'tish mumkin emas, lekin mana bu transport vositasi agar tezligi 40 dan oshmaydigan transport bo'lsa, masalan, velosiped yoki avtoarava yoki bir sekin yurar transport, traktor shunga o'xshash bo'ladigan bo'lsa, uni quvib o'tsa bo'ladi. Demak, hammasini degani ham to'g'ri, lekin undan ham to'g'riroq javob bor. Hammasini 40 km/soatdan kam tezlikda yakka harakat qilayotganlardan tashqari.
Tushundingizmi? Endi oldin bu belgini ma'nosini tushunib oling. To'xtab turish taqiqlanadi. Ya'ni 10 daqiqadan ko'p turish mumkin emas. Lekin 10 daqiqagacha to'xtasa bo'ladi xohlagan transport. Misol, odam olish paytida, odam tushirish, yuk ortish, yuk tushirish paytida bu belgida bemalol to'xtasangiz bo'ladi. Endi kimlarga deyapti? 10 daqiqadan ham ko'proq qolib ketishga ruxsat etiladi. Faktik o'ylab qarasak, taksometr ishlab turgan taksilar, ya'ni klient bilan yurgan taksilar to'xtasa bo'ladi. Sabab klienti tushishda muammo bo'lsa yoki qaytib kelishida muammo bo'lsa yoki to'xtab turing deb ketgan bo'lsa, u klientini tashlab ketib qola olmaydi. Shuning uchun taksilarga ruxsat etilgan. Javob berishda shoshilmaymiz va nogironlarga ham bu belgida ko'proq ushlanib qolishga ruxsat etilgan. Nogiron ham endi borib kelishda sal qiynalishi mumkin, vaqtdan yutqazishi mumkin. Shuning uchun taksometr va nogironlar. Bu mana bu javobda. Ikkinchi va uchinchi javoblarda ko'rsatilgan transportlar mana. Ikkinchi va uchinchi javoblarda ko'rsatilgan transportlarga ko'proq qolishga ruxsat etiladi. Yana shu savol. Bu belgi o'rnatilgan yo'lda kajavali mototsiklni shatakka olish mumkinmi? Yo'q. Hech qanday transportlarni tortish, ya'ni shatakka olish mumkin emas. Javob taqiqlanadi. Ushbu belgi sanab o'tilgan yuk avtomobillarining qaysilariga harakatni davom ettirishni taqiqlamaydi. Bu belgimizda o'zi 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalari harakatini taqiqlaydi. Lekin agar yukxonasiga qiya oq chiziq tortilgan bo'lsa, ya'ni davlat avtomobillari bo'lsa, bu belgiga kirsa bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, bu belgi ta'siriga yuk avtomobili bo'lsa ham, yukxonasiga qiya oq chiziq tortilgan bo'lsa kira oladi. Javob 4-chi. Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri ilgari kiritilgan barcha cheklashlarni bekor qiladi? Mana bu belgimiz quvib o'tish taqiqlanadi belgisini bekor qiladi. Barchaga tegishli bo'lgan belgini bekor qiladi. Bu esa yuk avtomobillariga quvib o'tish taqiqlanadi belgisini bekor qiladi. Bu tezlik belgisini bekor qiladi. Bu asosiy yo'l belgisini bekor qiladi. Mana buni orqa fonida hech narsa yo'q. Bu barcha belgilarni bekor qiladi. Tushundingizmi? Demak, ilgari kiritilgan barcha cheklovni oxiri deyaptimi? 4-chi bo'ladi. Endi keyingi savol. Bu belgida qaysi yuk avtomobili harakatni davom ettirishi mumkin deyapti. Endi qarang. 8 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan transportlar 8 tonnadan ortiq yuk bilan kirishi mumkin emas deyapti. 8 tonnagacha yuk ortgan avtomobil kira olmaydi. 8 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan bo'sh avtomobil ham kira olmaydi. Ruxsat etilgan to'lov vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan avtomobil kira oladi. Javobni o'zi aytyapti-da. Ruxsat etilgan to'lov vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan avtomobil kira oladi. Qaysi belgi to'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi? Bu yerda YPX belgisi, ya'ni GAI idorasi bor degan servis belgisi to'xtashni talab qilmaydi. Bu belgida ham agar ketishadigan yo'lda transportlar bo'lmasa to'xtashni talab qilmaydi. Bu belgimiz ham to'xtashni talab qilmaydi. Bojxona belgisida to'xtash majburiy. Siz o'sha bojxonaga, boshqa davlat chegarasiga boryapsiz, u yerda to'xtamasdan o'tishning iloji yo'q. Shuning uchun javob to'xtamasdan o'tishni 4-belgi taqiqlaydi. Bojxona. Endi bu belgimiz 3-2 belgisi harakatlanish taqiqlanadi belgisi. Lekin bu belgiga shu hududda yashaydigan, ishlaydigan, xizmat ko'rsatadigan transportlar kirsa bo'ladi. Demak, begona transportlarni kirishini cheklaydi. Javob: belgi ta'sirida joylashgan korxonalarga xizmat ko'rsatayotgan transport vositasiga kirishga ruxsat etilgan. Endi bu yerda salgina so'z o'yini bo'ladi. Sizni har xil 360 gradusda chalg'itishga harakat qilishadi. Qaysi belgi deyapti? Agar yuk avtomobili tirkamasi bilan deganda o'zi mana bunga ketyapti-da, mana javob. Lekin siz qayerga chalg'iysiz? Tirkamasi bilan ruxsat etilgan to'liq vazn 7 tonnaga teng bo'lsa desa, o'zi siz javob mana bu 7 ekan, 7 tonna deysiz. Lekin oxiri bor mana bu yog'i.
tirkamali avtomobillarning harakatlanishini taqiqlaydi deyapti. Mana tirkama. Mana 4. Tushundingizmi? Qaysi belgi chapga burilishga ruxsat beradi? Bu yerda qayrilib olish taqiqlanadi belgisida chapga ketsa bo'ladi. Tushundingizmi? Bu yerda qayrilib olma deyapti. Chapga ketaverasan. Qayrilib olish mumkin emas. Xuddi mana bu testga o'xshab. Bu yerda mana qayrilib olish mumkin emas, chapga ketyapti-yu. To'g'rimi? Demak, bu savolimizda ham 3-da chapga ketsa bo'ladi. Bu yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismida yengil avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladi. Yo'q, boya aytganimizdek, bu belgi ta'sirida mototsiklni ham shatakka ola olmaysiz, avtobusni ham, yuk mashinani ham, traktorni ham, mototsiklni ham shatakka olish mumkin emas. Tushundingizmi? Demak, javob taqiqlanadi. Bu belgida yuk avtomobillaridan qaysi biriga harakatlanishni davom ettirishga ruxsat etiladi. Agar transport vositasi yukxonasida odam tashiydigan bo'lsa, u kirsa bo'ladi. Chunki yukxonasidagi odamlar soni 8 so'naga yetib ketmaydi-yu. Misol 100 kilolikdan 80 ta odam tashamaydi-yu. Demak, javob yukxonasida odam tashishga moslashtirilgan maxsus yuk avtomobillari bu belgiga kirsa bo'laveradi. Bu yo'l belgisi o'zi ma'lum, mana rasmida ham traktor turibdimi? Javob ham traktor bilan boshlanadi. Cheti dumaloq qizil bo'lganligi uchun traktorlar harakatlanishi taqiqlanadi belgisi. Traktorlar va o'ziyurar mashinalarning harakatlanishi taqiqlanadi. Bo'ldi, muammo yo'q. Qaysi belgi transport vositalarining belgida ko'rsatilgandan kam oraliq masofada harakatlanishini taqiqlaydi? Oraliq masofa, bu ham belgi. O'zi aytayapti savolni o'zi. Ikkita mashinaning orasiga metr yozilgan belgi, javob bo'ladi mana. Oraliq masofa. Ikkita mashina orasida 70 metr. 70 metr oraliq saqla deyapti. Javob 3. Bu yo'l belgisi bildiradi. Agar belgimizning ichida yuk avtomobili tasvirlangan va yukxonasida tonna yozilsa, ruxsat etilgan to'lov vazni deb boshlanadi. Agar dumaloq belgining ichida faqat son va tonna yozilsa, haqiqiy umumiy vazni deb boshlanadi. Tushundingizmi? Mana bu yerlarda bor edi adashmasam. Mana bu ruxsat etilgan to'lov vazni deb boshlanadi. Mana bu haqiqiy umumiy vazni deb boshlanadi. Tushundingizmi? Bizga umumiy haqiqiy vazni javobi kerak. Endi asosiy qismiga keldik, do'stlar. Yaxshilab tushunib oling, bu sizga keyingi test savollarini yechishda juda zarur bo'ladi. O'rtada ajratuvchi mintaqa bor mana. Biz umumiy qoida va atama va tushunchalar mavzusida birinchi darslikda esingizda bo'lsa, ajratuvchi mintaqa haqida gaplashganmiz. Bu qatnov qismlarini ikkiga bo'lyapti. Mana bu bir qatnov qismi, bu esa bir qatnov qismi. Endi bularning izohiga keladigan bo'lsak, taqiqlovchi belgilar birinchi qatnov qismiga ta'sir qiladi. Ya'ni bu chapga ketma belgisi birinchi qatnov qismiga tegishli. Birinchi chapga ketma deyapti. Biz ikkinchi chapga ketsak bo'ladi. Tushundingizmi? Taqiqlovchi belgilar bittasidan tashqari, bitta taqiqlovchi belgidan tashqari, buni keyingi test savolda albatta ko'ramiz. Taqiqlovchi belgilar chapga kirishni taqiqlaydi birinchiga. Mana bu ajratuvchi mintaqadan keyin ikkinchiga kirsa bo'ladi. Agar bu yerda mana bu ajratuvchi mintaqa gazon bo'lmaganda butun chorrahaga tegishli bo'lardi, chapga umuman ketib bo'lmasdi. Mintaqa bo'lganligi uchun birinchiga kirish mumkin emas, ikkinchiga kirsa bo'ladi. Va qayrilib olish ham mumkin. Sababi chapga ketma belgisida qayrilib olsa bo'ladi. Endi savol: qaysi biriga harakatlanishga ruxsat etilgan? A ga mumkin va V ga mumkin. B ga mumkin emas. A ga va V ga mumkin. Bu belgida qaysi avtomobilga harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu bolalar o'qqa tushadigan og'irlik belgisi, ya'ni har bitta o'qqa deyapti. 5 tonnadan og'ir yuk tushadigan bo'lsa, harakatlanish taqiqlanadi. Bu nima degani? Misol 12 tonna 3 o'qli, 12 tonna 3 o'qqa teng bo'linadi.
12 ni 3 ga bo'lsak 4 dan. Bu javobda harakatlanishga ruxsat etilgan. Sababi har o'qqa 4 dan tushadi. Endi oddiy misol 12 tonnani 2 ga bo'ladigan bo'lsak 6 bo'ladi. 6 bunga kira olmaydi. Tushundingizmi? Bunda 12 tonna 2 ga bo'lindi, 6 bo'ldi, kirish taqiqlanadi. Bunda 12 tonna 3 ga bo'lindi, 4 bo'ldi, kirishi mumkin. Ikkinchi. Qaysi belgi qayrilishga ruxsat beradi? Yana shu o'rinda aytib o'taman, chapga harakatlanish taqiqlanadi belgisi qayrilishga ruxsat beradi. Qayrilib olish mumkin emas belgisi chapga ketishga ruxsat beradi. Bu faqat o'z yo'nalishi bo'yicha taqiqlaydi, chapga. Qayrilib olishga, to'g'riga ketishga, o'ngga ketishga ruxsat bor, bemalol. Chapga ketmasak bo'ldi. Mana bu belgida qayrilib olishga ruxsat etiladi. Ikkinchi. Agar avtomobilingiz balandligi belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lsa, haydovchi nima qilish kerak? Bu tunnellar, ko'priklar ostida qo'yiladi. Agar transport vositangiz balandligi 3,5 metrdan baland bo'lsa, bu ko'prikning ostiga sig'maydi, tegib o'tadi. Siz endi avtoxo'jalik rahbaridan ruxsat olib kirolmaysiz yoki DXXdan ruxsat olib kirolmaysiz. Shuning uchun javob boshqa yo'nalish bo'yicha yo'l qismini aylanib o'tish kerak. Belgilardan qaysi birining belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga daxli yo'q? Signal chalma degan joyda yo'nalishli transport ham chalmasligi kerak. Mana bu yo'l bering belgisida u ham yo'l beradi. Quvib o'tma unga ham tegishli yoki tezlik chegarasiga u ham amal qiladi, lekin to'xtash taqiqlanadi belgisida mana bu belgida yo'nalishli transport vositalari to'xtasa bo'ladi. Demak, qaysi belgining yo'nalishli transportlarga daxli yo'q desa, mana bu 4-belgi bo'ladi. Bu belgi nimani bildiradi? Aytganimizdek, bu belgimiz ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan transportlarga quvib o'tishini taqiqlaydi. Javob: ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonnadan ziyod bo'lgan yuk avtomobilini quvib o'tish taqiqlanadi. Tushundingizmi? Endi qarang. Bu haqiqiy vazn deb boshlanardi bu belgi. Haqiqiy vazn 5 tonnadan og'ir bo'lsa o'tmasin deyapti. Buni haqiqiy vazni 9 tonna, mana ikkitasi qo'shiladi 9. Bu yerdan o'tish mumkin emas. Javob taqiqlanadi. Ko'rsatilgan yo'l belgisi qaysi transport vositalariga harakatlanish taqiqlaydi? Yaxshilab ko'rib oling. Agar telefonda kuzatayotgan bo'lsangiz, telefonni gorizontal qo'yib ko'ring. Nimalar yaxshiroq formatda ko'rinadi. Yozuvlar kattaroq bo'lib ko'rinadi. Ko'rsatilgan yo'l belgisi qaysi transport vositalariga harakatlanish taqiqlaydi? Bu belgimizning nomi mexanik transport vositalari harakatlanish taqiqlanadi deb nomlanadi. Ya'ni dvigatel bilan harakatlanadigan narsalar mexanik transportlar deyiladi. Bu belgimiz aynan shu o'sha motor bilan, ya'ni dvigatel bilan harakatlanadigan narsalarning kirishini taqiqlaydi. Javob: barcha mexanik transportlarga. Ko'rsatilgan qaysi belgilar sizga yashash manzilingizga avtomobilda o'tishga ruxsat beradi? Endi savol, A belgisini bundan oldingi testlarda eshitdik. Kim kira olardi? Yashasa, ishlasa, xizmat ko'rsatsa. Xuddi shu mana bu belgi ham shu holatlarda kirishi mumkin. Masalan, yashasa, ishlasa, xizmat ko'rsatsa. Lekin bu belgiga kirish mumkin emas. Yashaysizmi, ishlaysizmi, xizmat ko'rsatsizmi kira olmaysiz. Demak, javob A va V javoblarida yashash manzilingizga kirsangiz bo'ladi. Endi savol, shatakka olib harakatlanishingiz mumkin. Bu belgi ko'plab tushyapti mana. Bu belgi ta'sirida deyapti. Yengil avtomobilni shatakka olish mumkinmi deyapti? Javob yo'q. Mototsiklni shatakka olish mumkinmi deyapti? Javob yo'q. Demak, bu tomonga o'tish mumkin emas. Lekin A'ga hech qanday cheklov yo'q. A'ga ketsa bo'ladi. Qaysi yo'nalishga mumkin deyaptimi? Faqat A yo'nalishi bo'yicha. Savollarni diqqat bilan eshitib o'tiring. Hamma savollar bir-biriga bog'langan va keyingi savol oldingi savolni takrorlaydi. Shuning uchun bitta savolni yaxshilab tushunib o'rgansangiz, keyingi savolni ham yechishingiz oson bo'ladi. Biz bu darslikni mavzulashtirilgan testlar bo'yicha boshlaganimizning sababi, agar siz random bo'yicha 1200 ta testni shablon yechib ketadigan bo'lsak, bir bog'dan bir tog'dan kelib qoladi-da bu testlar.
Masalan, bittasi taqiqlovchi, bittasi axborot ishora, yana bittasi tarkibga soluvchi, bittasi svetofor. Уже bitta mavzuni to'liq o'rganish imkoniyati bo'lmaydi sizda. Hozir bunaqa mavzulashtirilgan testlar bo'yicha yechadigan bo'lsak, siz ham test savollarni o'rganib olasiz va o'sha mavzuni yaxshilab o'rganib olasiz. Masalan, belgilarni guruhlarga bo'lib o'rganyapmiz. Siz har bitta belgini o'rganib olasiz endi. Bu oldingizdan yo'lda chiqqanda ham siz o'zi nima qilishni bilasizda, tushundingizmi? Bu sizga pravo olishdan tashqari yo'lda erkin, qo'rqmasdan harakatlanishni ham ta'minlab beradi. Shuning uchun bu darslarimiz asosan pravoni olishga emas, pravoni olishdan keyingi hayotingizda ham kerak bo'ladi. Bo'lmasa biz ham ishimizni bunaqa qiyinlashtirib, uzundan uzoq gapirib o'tirishimiz shart emasda. Sizga faqat test o'rgatish bo'lsa maqsad yoki muammo. Shuning uchun har bitta narsani sizga faqat testdan o'tib olguncha emas, umrim davomida kerak bo'ladi deb o'rganishingiz kerak bo'ladi, do'stlar. Endi qaysi yo'l belgisi barcha transport vositalarining harakatini istisnosiz taqiqlaydi deyapti. Qarang, bu belgi to'g'ri taqiqlaydi, lekin bu belgiga ham hatto yo'nalishli transport bo'lsa o'tsa bo'ladi-da. A belgisi yo'nalishli transport vositalariga kirishga ruxsat beradi. Mana bu belgimiz yashasang, ishlasang, xizmat ko'rsatsang kirishga ruxsat beradi. Lekin xatar belgisi hech qanaqa holatda kirishni taqiqlaydi. Ya'ni bu tasavvur qiling, ko'prik qulagan. Endi siz qulagan ko'prikdan shu yerda yashasangiz o'ta olmaysiz, yoki ishlasangiz ham, yoki xizmat ko'rsatsangiz ham, yoki skoriy bo'lasizmi, pojarniy bo'lasizmi o'ta olmaysiz, chunki bu yerda ko'prik qulagan. Xuddi shunday vaqtlarda bu belgi qo'yiladi. Shuning uchun xatar belgisiga hammani harakati istisnosi taqiqlanadi. Tushundingizmi? Javob bu. Qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishlari to'g'ri ko'rsatilgan? Aytganimizdek, mana bu taqiqlovchi belgi faqat birinchi ko'chaga ta'sir qiladi. Ikkinchiga ta'sir qilmaydi. Demak, A ga ketsa bo'ladi va B ga ketsa bo'ladi. Mana bunga ketmasak bo'ldi. Javob A va B bo'ladi. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Yana bu men boya aytganimdek, faqatgina yo'nalishli transportlarga kirishga ruxsat beradi bu belgi. Bu yo'nalishli emas. Demak, belgidan u yog'iga o'tish mumkin emas bo'lsa, faqat chapga mumkin. Tushundingizmi? Javob faqat chapga ruxsat etilgan. Endi oldin aytganimizdek, hamma testlar bir-birini takrorlaydi deganmiz-ku. Oldin gaplashganimizda men sizga mana bu yerda tayog'i bor belgimiz yo'nalishli transport vositasi bo'ladimi, oddiy transport bo'ladimi, odam olish, odam tushirish, yuk ortish va yuk tushirishda 10 daqiqagacha to'xtasa bo'ladi deganmiz. Taksometr va nogironligi bo'lgan shaxslar 10 daqiqadan ham ko'proq to'xtasa bo'ladi deganmiz. Demak, bu belgida odam ortish, yuk tushirish, yuk ortish va tushirishga ruxsat etiladi. Ha bo'ladi javob. Ko'p bo'lib tushadi bu test savollar. Hammasida ha, odam tushirsa bo'ladi, ha, yuk tushirsa bo'ladi. Endi keyingi savol, ko'rsatilgan yo'l belgilaridan qaysi biri taqiqlovchi belgilar ilgari kiritgan barcha cheklovni bekor qiladi? Tushunyapsiz? Oldin ham ishladik bu test. Endi shu sal boshqachasi, faqat mohiyati bir xil. Bu belgimiz hammasini bekor qila olmaydi, o'zini belgisi bor, bu ham o'zini belgisi bor, buni ham o'zini belgisi bor. Mana bu belgimiz hammasini bekor qiladi. V javob to'g'ri bo'lyaptimi? Mana V. Endi ushbu belgilardan qaysi biri haydovchining shu joydagi yashash yoki ishlash joyiga yetib borishga monelik qilmaydi deyapti. Mana bu belgiga kira olmaydi deganmiz. Oldingi testda o'rgandik buni. Masalan, ko'prik quladi, shu yerga qo'yildi, hech kim o'ta olmaydi dedik. Bunga kirish mumkin emas. Bu yerda qaysi biri monelik qilmaydi, ya'ni taqiqlamaydi, o'tsa bo'laveradi deyapti. Ishlash yoki yashash joyiga. Bunga ham o'tib bo'lmaydi, bunga faqat yo'nalishli transport vositasi kiradi. Mana bu belgimizda o'tsa bo'ladi, yashasa, ishlasa S javobi. Endi keyingi fishka esda qoldiring, xohlasangiz yozib oling. Mana bu sariq rang. Ya'ni yangi chiqqan iPhone rangi. Bu do'stlar xavfli yuk belgisi. Savolda qaysi belgi xavfli yuk? O'sha xavfli yuk so'zi kelyaptimi? Yukxonasi mana bunaqa sariqqa bo'yalgan belgini belgilasangiz bo'ladi. Xavfli yukmi? S javob. Tushundingizmi?
Ushbu belgi qaysi turdagi transport vositalarini to'xtamasdan o'tishlarini taqiqlaydi. Bojxona belgisida do'stlar hamma to'xtab o'tadi. U yuk avtomobili bo'ladimi? Chunki bojxona u. U yengil avtomobil bo'ladimi? Hammasi to'xtaydi. Demak, javob barcha turdagi transportlarga. Quvib o'tishga taalluqli belgilarni ko'rsating. Biz bundan oldingi darsimizda ham ogohlantiruvchi belgilarda ham o'tdik. Bu quvib o'tishga hech qanaqa aloqasi yo'q belgi, bu tirbandlik belgisi. Mana bu ikkalasi esa quvib o'tishga aloqador. Ikkita belgi bor o'zi, bu hammaga quvib o'tishni cheklaydi, bu esa yuk avtomobillariga quvib o'tishni cheklaydi. Mana ikkala belgi quvib o'tishga taalluqli. A va S javobi to'g'ri. Endi bu salgina sizni qiynaydigan savol, qaysi belgilar yuk avtomobillariga quvib o'tish taqiqlangan hududning oxirini bildiradi? Buni kimga dedik? Hammaga tegishli dedikmi? Demak, yuk avtomobillariga quvib o'tish taqiqlangan hududning ham oxiri bo'ladi. Chunki bu belgimiz hammaga tegishli. Tushundingizmi? Hammaga tegishli. Mana bu belgimiz aynan yuk avtomobillariga tegishli. Mana bu belgimiz barcha belgini bekor qiladi. Shuning uchun bu yerda uchalasi ham yuk avtomobillariga quvib o'tish taqiqlangan hududning oxiri bo'la oladi. Javob A, B, V. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Bojxona belgisi tezlikni kamaytirish uchun emas, ehtiyot choralarini ko'rish uchun emas, u yerda hech kim sizni otib tashlamaydi, ehtiyot chorasini ko'rib, bu belgimiz to'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi. Boya aytganimizdek, sariq yukxona belgisini ko'ryapsizmi? Javob xavfli yuk bilan boshlanadi. Xavfli yuk. Yana shu savol, sariq yukxona belgisini ko'ryapsizmi? Xavfli yuk bilan boshlanadi. Endi qarang, bu yerda sal chalg'ituvchi savol bor. Yuk avtomobili haydovchisiga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat beriladi? Qayerga ketsa bo'ladi deyapti. Birinchi navbatda belgiga e'tibor bering. Belgimiz 3,5 tonnadan og'ir yuk avtomobillarini harakatini taqiqlaydi. Bu transport esa 3 tonna. Demak, u belgini hech qanaqa bir cheklovi yo'q bu transport vositasiga. Xuddiki bir haligi tog'larda ipdan o'zini tashiydigan bor, o'sha payti ves. Masalan, 90 kilodan og'ir bo'lsang, mindirmaymiz yoki tashamaymiz deydi. Siz 80 bo'lsangiz tashiysiz, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunday 3,5 tonnadan og'ir bo'lsang kirmaysan deyapti. Bu 3 tonna kiraveradi. Endi keyingisi bolalar, buni egallab turgan polosasiga e'tibor berish kerak. Hamma yo'nalishga devormang, bu tomonga kirsa bo'lar ekan, hamma yo'nalishga desak javob noto'g'ri bo'ladi, barcha yo'nalish. Chunki mana bu tasmadan to'g'riga va chapga ketsa bo'ladi. Mana bu tasmadan to'g'riga va o'ngga ketsa bo'ladi. Ya'ni siz bu tasmadan chapga keta olmaysiz. Agar bu tasmani egallasangiz o'ngga keta olmaysiz. Qoida bor, o'ngga ketmoqchi bo'lgan haydovchi iloji boricha o'ng tasmadan kelishi kerak. Chapga ketmoqchi bo'lgan haydovchi iloji boricha chap tasmadan kelishi kerak. Shuning uchun bunga faqat to'g'riga va o'ngga ruxsat etilgan, chapga yo'q. Javob to'g'riga va o'ngga. Yana shu xavfli yuk belgisi, sariq yukxona kelyaptimi? Javob xavfli yuk. Endi ko'rsatilgan qaysi yo'l belgisi yengil yo'nalishsiz taksilarga yo'lovchi chiqarish tushish paytida ta'sir qilmaydi. Ularning hammasida taksi salgina bir uzrli bo'lib qolishi mumkin. Masalan, umuman to'xtama belgisida ham to'xtasa bo'ladi. Taksilar, yengil taksilar bu belgida ham ko'proq qolib ketsa bo'ladi. Bunda ham. Demak, 4 tala belgi ham yengil taksilarga ta'sir qilmaydi. Tartibga solinmagan chorrahada qaysi belgi albatta to'xtashni talab qiladi? Bu belgimiz yo'l berasan belgisi tor qismida. Bu to'xtashni talab qilmaydi bizdan. Endi ikkala belgi bor. Buni adashtirmasligimiz kerak. Qarang, bu belgimiz svetoforlar ostida turadi. Xuddiki bir to'xtash chizig'iga o'xshab, qizil ishorasida borib bu belgidan o'tmasdan to'xtaysiz. Agar yashil bo'lsa, to'xtab o'tirish shart emas, chorrahadan to'xtamasdan harakatni davom ettirasiz. Bu belgimiz faqatgina svetoforning taqiqlovchi ishorasida to'xtashimiz kerak bo'lgan joy, shundan o'tib ketmasdan to'xtashimiz kerak bo'lgan joy. Mana bu belgimiz esa albatta to'xtashni talab qiladi.
Tushundingizmi? Albatta to'xtashni deyaptimi? Bu bo'ladi. Svetoforlar ostida qaysi belgi to'xtash talab qiladi, taqiqlovchi ishorada desa, bu bo'ladi. Albatta to'xtash desa, mana bu B javobi to'g'ri bo'ladi. Ko'rsatilgan belgilardan qaysilarining talabi bevosita o'rnatilgan joydan kuchga kiradi? Mana bular taqiqlovchilar, bular qo'shimcha axborot belgilari. Bularni oldimizdagi darsliklarda o'rganib olamiz. 7-guruhda. Hozir biz 3-guruhdamiz, lekin ozgina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Tasavvur qiling, yo'lda sizning oldingizga faqat mana shu belgi o'rnatilsa, belgining ta'siri shu yerdan kuchga kiradi. Ya'ni belgidan keyin уже boshlanadi, 70 dan o'tmaslik kerak. Endi agar belgining ostida mana bunga o'xshash metr bilan strelka bo'lsa, mana shu joydan 100 metrgacha, ya'ni belgidan keyin 100 metrgacha ta'sir qiladi. Agar uning strelkasi bo'lmasdan faqat metrni o'zi tursa, mana bu 50 dan oshma belgisining ta'siri 200 metrdan keyin bo'ladi. Endi savol, qaysi belgi o'rnatilgan joydan kuchga kiradi deyaptimi? Bu o'rnatilgan joydan kuchga kiradi 100 metrgacha. Bu ham o'rnatilgan joydan kuchga kiradi chorrahagacha. Bu belgimiz hali 200 metrdan keyin kuchga kiradi. Bizga A va V javoblari kerak mana. A va B. Cheti qizil, ichi sariq fondagi belgilar bu vaqtinchalik belgi hisoblanadi. Tushundingizmi? Yana shu cheti qizil, ichi sariq bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtinchalik belgi hisoblanadi. Endi qarang, asosiy oldingi gaplashgan joyimizga yetib keldik. Bu tirkama bilan harakatlanish mumkin emas belgisi, mana ko'rib turibsiz. Bu belgimiz hech qanday yengil avtomobilga tirkama bilan kirishda harakatni cheklamaydi. Bu faqatgina yuk avtomobiliga tirkama bilan harakat taqiqlaydi. Shuning uchun bu transport vositasi bemalol to'g'riga o'tsa bo'ladi. Ruxsat beriladi. Chalg'imang. Bu yerda aytayapti, ruxsat beriladi agar tirkamaning vazni 750 kg dan oshmasa. Yo'q. Yengil avtomobilmi? Yengil avtomobil tirkama bilan kelyaptimi? Uni vazni yo'q, kiraveradi. Shuning uchun ruxsat beriladi, javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi savol. Qaysi belgilarda oyning juft kunlarida to'xtash mumkin? Mana bu ham sizni aldab qo'yadi. Juft kuni deganni o'qiysizda, juft so'zini o'qib, ikkini bosasiz. Yo'q, bu yerda bolalar to'xtash mumkin deyapti. To'xtab turish emas, to'xtash mumkin. Bu belgilarning har ikkalasida ham to'xtash mumkin. Nimagaki to'xtash degani 10 daqiqagacha bo'lgan to'xtash. To'xtab turish esa 10 daqiqadan ko'proq ushlanib qolish. Bu belgilar to'xtab turishni taqiqlaydi. Biri toq kunlarda to'xtab turishni taqiqlaydi, biri juft kunlarda to'xtab turishni taqiqlaydi. Lekin har ikkalasida ham xohlagan paytda to'xtash mumkin. Tushundingizmi? Oyning juft kunda bo'ladimi, toq kunda bo'ladimi, to'xtash mumkin. To'xtab turish taqiqlanadi. Demak, har ikkisida to'xtash mumkin. Endi bu belgi nimani bildiradi? Bu belgimiz oldingi mavzuda o'rgandik. Haydovchi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Keyingi savol, qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? Mana belgi turibdi. Kirma bu joyga degan. Lekin bu yerda belgi yo'q. Demak, o'ngdagi birinchiga kirish mumkin, o'ngdagi ikkinchiga kirish taqiqlanadi. O'ngdan ikkinchi yo'lga. Oxirgi savol. Qaysi belgi gabarit uzunligi belgida ko'rsatilgandan uzun bo'lgan transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi? Bu yerda bu belgimiz balandlikni cheklaydi. Bu belgimiz oraliq masofani cheklaydi. Bu esa kengligini, transport vositasining kengligini cheklaydi. Mana bu belgimiz gabarit uzunligi. Agar bu yerdan bu yergacha gabarit uzunligi 10 metrdan uzun bo'ladigan bo'lsa, harakatini taqiqlaydi. Demak, javob ikkinchi. Mana do'stlar, taqiqlovchi belgilardan 55 ta test savolini yechib chiqdik. Buni iloji boricha 3 martalab ko'ring. Bular o'zi eng oson guruh, bu taqiqlovchi belgilar bo'yicha tushadigan testlar. Videoni yaxshilab ko'rib, tomosha qilib, o'rganib olganingizdan keyin keyingi video darslikka o'ting azizlar.